Voy dadasi, bozorlik qildingizmi, oylik oldingizmi? Ha, oylik tushgandi mana. Kerakli narsalarga ishlatgan. Xo'p. Dadasi, svetimiz o'chib qopti. Pul tugagan shekilli. Yaqinda tashigandimi? Tugabdimi? Dadasi, qo'shnimiz qizini uzatayotgan ekan. Shunga qo'shnilar yig'ib to'yini bermoqchi edik. Qancha? 200 mingdan. Sardor yaxshimisan? Oyligacha qarz olgandingmi? Bo'ldi, oylik chiqdimi? Ha, chiqdi, lekin hozir yarmini berib tursam bo'ladimi? Yo'q, kelishgandik, hammasini uzishga. Ha, bo'ldi. Bugun hammasini tashlab beraman. Dadasi, qisham kelib qoldi. Bolalarning ustiga qalinroq kiyimlar olish kerak. Hozircha shuni eplab tur. Kichkina oyog'idan ham suv o'tayotgan ekan. Ha, bo'pti. Bozorga tushib